Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir ko'pincha mushu Xitoy virusiniki vahimasi ichida yashayapmiz. Shunga dаңlıq doktorlarniki qayg'urmang botirlarcha yashang degan kitobidan termalarni sizlarga sunmoqchiman. Agar buning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, meniki YouTube kanalimga abone bo'lib, tarqatib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Qayg'urmang botirlarcha yashangning davomini o'qisam, bizning tibbiy fanimiz taraqqiy tepib bugun kunga kelganda kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar keltirib chiqargan deb aniq bekitishga bo'ladigan chichak, xolera, sariq qizitma qatorliq bir qism qo'rqinchli kasallarni tüp yiltizdan tugutalaydigan hamda nurg'un kishilarni necha 10 xil boshqa vahshiy kasallikdan qutuldira oladigan bo'ldi. Lekin kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar emas, balki psixik omillar keltirib chiqargan jismoniy va ruhiy jihatdagi og'ir zaxmlarni texi davolay olmaydi. Bu xil ruhiy kasallik sonsiz ziyonga uchiruvchilarni azoblab, barg'ansiri insoniyatning yovuz dushmaniga aylanmoqda. Har qancha sog'lom odammu kun bo'yi aloqazorlik ichida yursa, kasal bo'lib qoladi. Ruhiy kasallikning sababi zodi nima ekanligi hozir qadar toza aniq emas. Lekin nurg'un ahvollardan qaraganda, hech bo'lmaganda u vahima yeyish va o'zini o'zi azoblash bilan zich munosabatlik. Ansizlik qon besimi o'rlab ketishning manbasi. Revmatizm, g'am, qayg'u va bosh qatiqchilikdan bo'ladi.